Assalomu alaykum. Efirda so'ragan edingiz dasturi. So'nggi kunlarda Milliy gvardiya harbiy musiqa akademik litseyi to'g'risida juda ham ko'plab savollar kelib tushgan. Shuning uchun bugun studiyamizga harbiy musiqa akademik litseyi direktori o'rinbosari Ismailov Qadamboy Nazarovichni taklif qildik. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Qadamboy aka, litseyimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Harbiy akademik litseyimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-fevraldagi PQ 129 yillik sonli qaroriga binoan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy musiqa akademik litseyi tashkil topgan. Akademik litseyimizning asosiy maqsadlaridan oldimizga qo'yilgan vazifalardan biri shuki, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar tarkibidagi harbiy orkestr jamoalarga hamda boshqa orkestr badiiy jamoalarga damli va zarbli cholg'u ijrochiligi bo'yicha kadrlarni uzluksiz yetkazib berishdan hisoblanadi. Harbiy orkestrda ijro qilgan yoshlarimiz insonlarga ruhiy kuch bag'ishlaydi. Navbatdagi savolim, nomzodlar qachon va qanday hujjatlarni taqdim qilishlari kerak bo'ladi? Harbiy musiqa akademik litseyimizning 5-sinfiga umumiy o'rta ta'lim muassasalarini 4-sinfni bitirgan o'quvchilar qabul qilinadi. Qabul komissiyasi tomonidan nomzodlarning hujjatlarini 1-20-iyun kunlari qabul qilinadi. Tanlab olishda qatnashish uchun quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Nomzodning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan direktor nomiga ariza, xuddi shunday so'rovnoma to'ldiriladi. Nomzodning tug'ilganlik haqida guvohnoma nusxasi, nomzodning 086 shaklda tibbiy ma'lumotnoma, yana 063 shakldagi tibbiy daftarchasi, 6 dona 3x4 o'lchamli fotosurat, nomzodning o'qish joyidan tabel nusxasi, gerboviy pechat qo'yilgan bo'lishi kerak. Nomzodning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning pasport nusxalari, kirish imtihonlari 20-30-iyun kunlari bo'lib o'tadi. Javobingiz uchun rahmat. Navbatdagi savolim, harbiy musiqa akademik litseyining ta'lim tizimi boshqa litseylardan nimasi bilan farq qiladi? Harbiy musiqa akademik litseyimiz nafaqat respublikada, qolaversa Markaziy Osiyoda yagona hisoblanadi. Ta'lim muassasamizda damli va zarbli cholg'u ijrochiligi bo'yicha o'quvchilarimiz tahsil olishadi. O'qish umumiy o'rta hamda o'rta maxsus ta'limining davlat ta'limi standartlarining o'quv reja va o'quv dasturlari asosida damli va zarbli cholg'ular ta'limi yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. Yana eng ko'p kelgan savollardan birini o'qib eshittiraman. O'qishga topshiradigan yoshlarimiz qaysi fanlardan imtihon topshirishlari kerak bo'ladi? Juda yaxshi savol berdingiz. Ayniqsa bizning harbiy litseyimizga ko'plab murojaatlar bo'ladi. Kelayotgan ota-onalar Milliy gvardiya harbiy litseyiga olib keldik deb ko'pchilik murojaatlar bo'ladi. Keyin biz ularga tushuntiramiz, ota-onalarga oddiy til bilan harbiy musiqa akademik litseyi deb. Ya'ni yosh kelayotgan iqtidorli o'quvchilarimiz harbiy musiqachi bo'lib chiqishadi. 7 yil davomida muassasamizda ta'lim olib, haqiqiy vatanparvar, o'z xalqini sevadigan harbiy musiqachi bo'lib yetishadi. Bular kirayotganda quyidagi imtihonlar topshirishadi. Ona tilidan diktant, matematikadan nazorat ishi, o'qish, psixologik sinovdan testlar topshiriladi va musiqadan ijodiy imtihonlar. Rahmat va oxirgi savolim, o'qishni bitirgan o'quvchilarimizga, yoshlarimizga qanday imkoniyatlar mavjud? Harbiy akademik litseyimizni bitiruvchilari avvalambor davlat namunasidagi diplom beriladi. Undan tashqari qonun hujjatlariga muvofiq orkestr solisti malaka darajasi va ko'krak nishoni beriladi. Bitiruvchilarimiz respublikamizda qurolli kuchlar harbiy oliy ta'lim muassasalarida kirishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlarida o'zlari to'plagan ballardan 30%, shuningdek boshqa respublikamizda davlat oliy ta'lim muassasalariga kirishda 15% miqdorida qo'shimcha ballar ko'rinishida imtiyozlar beriladi. Bundan tashqari bizning muassasamizni bitirgan o'quvchilar
harbiy orkestrlarga tayyor kadr. Bizlarda olgan bilim ko'nikmalari va bilim saviyalari bilan harbiy orkestrlar, nafaqat harbiy orkestrlar, boshqa orkestr jamoalarida o'z faoliyatini davom ettirishlari mumkin. Javobingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, obunachilarimiz o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga javob olishdi. Hurmatli obunachilar, sizlar ham quyida ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizni qiziqtirgan savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.